Mana shu o'tirishingizda qachon bunda odamlarga o'xshab turib o'rningizdan yaxshi joylarda ishlab, meni yaxshi joylarga olib borasiz? Men 3 oydan beri bitta kiyimda yuribman. Siz o'zi internetga kirasizmi? Ba'zi bir haqiqiy erkaklar ayollariga zo'r gullar olib berishyapti. Siz menga 3 yildan beri faqat tug'ilgan kunimda bir marta gul berasiz, bo'ldi. Voy o'rta, bormisan? Kim oldingmi yaxshi? O'zing yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsanmi? Da, yaxshi, yuribman. Men ham yaqinda yangi uyga ko'chdim. Shuni tashvishlari bilan Havasim keladi. Mebellarni zo'rlarini qildirib olsan. Menga bunaqa mebellar orzu. O'rta. To'yib ketdim bunaqa hayotdan, o'rta. agar sen xohlasang, hammasiga erisha olasan. Qanaqa qilib, o'rta, etish oson deysanga? Sen o'zi rostdan ham ering bilan ajrashmoqchimisan? Ha, aniq, 100%. Ering bilan ajrashib olaver. Qolganiga men senga o'zim yordam beraman. Ko'rmaysanmi? Kecha bittasini yangi chiqqan modelda tashab ketdim. Bu narsalar hech narsa emas. Alo, Qattasiz? taksidami? Ish bilan yurdim ko'chada. Xullas, men siz bilan yashamayman. Men ketyapman. Shuni aytib qo'ymoqchi edim. O'zingiz xohlagandek sabrli ayolni topishingizni tilab qolaman. Ertaga ajrimga ariza yozib kelishga boraman. O'tarsiz. Men ham butun umr bunaqa yurmayman-ku. Hali sharoitlarim yaxshi bo'lsa, yaxshi sharoit qilib beraman. Aqlingni yig', yaxshi ish qilmayapsan. Bu yerga nimaga kelganimizni bilmaysanmi? Yo'q, nimaga kelding? Ovga keldik. Qanaqa ov? Men Sanjar akani shetdan topganman. Bu yerga kazo-kazolardan kelishadi. Bitta yarimtasini senga ko'ngli tushib qolsa, keyin senga e'tibor berishni boshlaydi, mehr berishni boshlaydi. Ana undan keyin balki turmushga ham chiqib olarsan. Zato o'zing xohlagandek yaxshi sharoitda yashaysan. Ha, masala endi tushundim. Sanjar akaga o'xshagan bitta boyrog'i chiqib qolar-a? Albatta. Ana odam senga qarayapti. Voy, buni qarama. Ko'zingni bitta tashab kulib qo'y. Taktika bu asalan. Aytgancha. Ikkita San Sebastian shundoq o'sha burchakda o'tirgan qizlarga olib borib bering. Xo'p, men burchakda o'tirgan qizlarga? Ha, o'shalarga. Bo'ldi. Shotini meni hisobimga yozib qo'ying. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum, kamchiliklar yo'qmi? Mana shirinliklarimiz sizlarga. Bizni shirinlik aytmovdik. Bu shirinliklarimizni bu yoqda o'tirgan akamiz berordilar.